İddat ichida nikohlanish va nafiqa haqida. Assalomu alaykum. Bir ayol ilgirki yo'ldoshi tugab ketib, 2 yildan keyin bir erga yatliq bo'lgan va bir oydan keyin bu erdan raj'iy taloq bilan ajrashib ketgan. Bu ayol taloq qilingan ayolning iddati 3 oy deb hisoblab, iddat tutgan va 8 oydan keyin boshqa bir er bilan nikohlangan. Ammo bu ayol har 4 oyda bir qatim odat ko'radi ekan. Demak, bu 8 oy jarayonida faqatla 2 qatim odat ko'rgan. Hamda bu ikkinchi qatim nikohlangan odamdan ham bir oy ichida ajrashgan. Shu vaqtda bu ayolning 4 oyda bir iddat ko'radiganligi va ilgirki eridan ajrashgandan tortib keyingi er bilan nikohlanuvchi bo'lgan orliqda faqat 2 qatim odat ko'rganligi ma'lum bo'ldi. Savol: Mushu ayolning nikoh ahvoli qanday bo'ladi? Iddatni qanday tamomlaydi? Agar keyingi nikohi batil bo'ladigan bo'lsa, bu ayolning keyingi eridan nafaqa talab qilish haqqi bo'lamdi yo'q? Javob: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Shundaqla payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga durud va salomlar bo'lsin. Eri bor yoki eridan ajrashib iddat tutayotgan ayolning boshqa bir kishi bilan nikohlanishi haromdir. Iddat tutayotgan ayol Alloh taolo ilgirki ayollarning haqqi hurmati sifatida belgilagan va buyurgan iddatni to'liq to'shqizilishi kerak. Agar nikohlansa, nikohi batil inovasizdir. Iddat muddati bo'lsa, homildor bo'lmagan va hayz ko'radigan ayolning iddati 3 oy emas, balki 3 hayz ko'rib saqayishdir. Alloh taolo Qur'on Karimda mundaq bayon qiladi: Taloq qilingan ayollar 3 hayz o'tguncha iddat tutadi. Baqara surasi 228-oyat. Şoňa mazkur ayol oldingi erdan ajrashib, garchi 8 oy o'tgan bo'lsa-mu, faqat 2 hayz ko'rganligi uchun iddati to'shmay turib nikohlangan bo'ladi va keyingi nikohi batil nikoh hisoblanadi. Mazkur ayolning amdiki iddatiga kelsak, bu ayol har 4 oyda bir odat ko'radigan bo'lsa, burungi erdan ayrilib 3 marta hayz ko'rib saqayguncha taxminan 12 oy iddat tutishi kerak edi. Lekin keyingi nikohdan oldin faqatla 8 oy iddat tamomlangan. Yana 4 atrofida oy kam qolgan. Şoňlaşqa keyingi erdan ayrilgan yoki taloq qilingan kundan tortib, burun kam qolgan ashu 4 oyni to'liqlab iddat tutadi. Buning bilan ilgirki erning iddati tamomlangan bo'ladi. Andan keyingi erning iddatini tutishga boshlaydi. Chunki bu nikoh garchi xato o'ylab olib yoki bilmay qilingan noto'g'ri nikoh bo'lsa-mu, keyingi er bilan billa bo'lganlar bo'lsa, cho'qim iddat tuturadi. Ya'ni keyingi erdan ajragandan keyin avvalo burunqi erning kam qolgan 4 oy iddatini tamomlaydi. Andan keyin yangi boshdan 12 oy to'liq iddat tutadi. Natijada jami 16 oy iddat tutadi. Askartish: Bu ko'pchilik olimlarning qarshi bo'lib, Hanafi fiqhida 2 iddat kirishib ketadi va keyingi erdan ajraganda 3 hayzli iddat tutsa, bu iddat ilgirki erning iddatining kemiga hisob bo'ladi. Bu qarash bo'yicha mazkur ayol 3 hayzdan saqayguncha iddat tutsa, har 2 erning iddati tamomlangan bo'ladi. Lekin men bu masalada ko'pchilik olimlarning qarashi bo'yicha ish tutishni tavsiya qilaman. Chunki mashhur tabiin Sulaymon ibn Yasar rivoyat qiladiki, Tulayha al-Asadiyya ismli bir ayol Rashid as-Saqafi ismli birining amrida edi. Rashid as-Saqafi Tulayhani taloq qildi. Tulayha iddati to'shmayla boshqa erga nikohlandi. Shuning bilan xalifa Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu u ayolni va keyingi erni bir qancha darra urib jazoladi va ikkisini ayirib etdi. Ondan xalifa Umar qaysi bir ayol iddati to'shmay turib nikohlanadigan tekkan eri bilan billa bo'lmagan bo'lsa, ikkisi ayirib etilib, ilgirki erdan kam qolgan iddatini tamomlaydi. Iddat tamomlangandan keyin xolisa keyingi erga tegalaydi. Agar ikkinchi erga tegib uning bilan billa bo'lgan bo'lsa, ikkisi ayirib etilib, ilgirki erdan kam qolgan iddatini tamomlaydi. Andan keyingi erning iddatini tutadi. Iddati tamomlangandan keyin keyingi erga mangu tegalmaydi degan. Yana tabiinlardan Ata rahimahulloh rivoyat qiladi-ki, bir kishi ayolini taloq qilganda ayoli iddat tutgan. Iddati to'shishga oz qolganda bir erga tekkan. Bu ikkisi buning to'g'ri bo'lmaydiganligini bilmagan va bir yostiqqa bosh qo'ygan. Bu masala Hazrati Ali radhiyallohu anhu ga sunilganda u ikkisini ayirib etgan va ayolni ilgirki iddatini tamomlashga, andan keyin yangi boshdan keyingi erdan iddat tutishga buyurgan.
ikkinchi iddati to'shqanda xohlasa u erga tegsa bo'ladiganligini aytgan. Nafiqa masalasiga kelsak, bu ayolning keyingi erdan nafiqa talab qilish haqqi bo'lmaydi. Balki kam qolgan iddati uchun ilgirki eridan nafiqa olish haqqi bo'ladi. Chunki nafiqa degan sahih nikohda vojib bo'ladi. Noto'g'ri yoki shubhalik nikohda faqat homildor bo'lmagan bo'lsa, nafiqa vojib bo'lmaydi. Buningda olimlar ittifoqdir. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 3-tom.